Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçler. Haftalik İstiqlal haberleri programımıza kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xotan o't afati vaqasida Xitoy axborotining yolg'onchiligi. Mushu ayning 12-kuni Xotan shahri g'oyat zo'r bir o't afatiga duch keldi. 80 dan ortiq aholi 5 mo ko'lamdagi uy jabduqlari bozori va uning atrofidagi 40 dan ortiq kapilik qo'ro uylar ziyonga uchradi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralarining o't o'chirish idorasi vaqtida o'tni o'chirishga harakat qilmagan. Yerliklar yerlik usul bo'yicha o'tni o'chirishga otlangan. Natijada hamma narsa kulga aylanib, ko'ygidek narsa qolmaganda o't o'chirilgan. Ammo navbatda Xitoy doiralarining axborot torbatlari va Xinhua axboroti Xotandagi mazkur o't ofatini o'chirish uchun Xotan viloyatlik jamoat xavfsizlik o't o'chirish tarmoq atriti, Qaraqash, Lop va Xotan aerodromi qatorliq tarmoqlarning 30 ga yaqin mashinasi va 200 dan ortiq o't o'chirish xodimlarining 6 soat bo'yicha jiddiy safarlik qilishida o't o'chirilgan deb e'lon qilgan. Lekin voqeani o'z ko'zi bilan ko'rguvchilar naq maydonga faqat 4-5 dona o't o'chirish mashinasining elib kelinganligi, naq maydonga kelgan o't o'chirish xodimlaridan askarlar sonining ko'pligi va o'tni o'chirish uchun jiddiy safarbarlik qilinmaganligini ilgari surmoqda. Hozirgacha o't ketishining sababi aniq emas. Xitoy doiralarining bu o'tni o'chirishga passiv harakatda bo'lganligi, o't voqeasi yuz bergan naq maydonga o't o'chirish xodimlaridan ko'proq askar keltirganligi va 4-5 dona o't o'chirish mashinasi bilan kelganligi odamni o'yga solsa, 200 dan ortiq o't o'chirish xodimi va 30 dan ortiq o't o'chirish mashinasi bilan 6 soat jiddiy o't o'chirish xizmati qildi deb e'lon qilganligi Xitoy axborotining naqadar yolg'on axborot ekanligini isbotlaydi. Ba'zilarning bayon qilishicha, bu qatimqi o't ofati Xitoyning suiqasdi bo'lib, o't ketgan rayon puldar toshchilar o'ltiraqlashgan rayon bo'lganlikdan Xitoylar Uyg'ur boylarini ko'zdan yo'qotish uchun qasdan paydo qilgan voqea deb qarashmoqda. Uyg'urlar bu qatimqi o't ofatining mas'uliyatini Xitoy doiralari ustiga elishi kerak deb qaramoqda. Ammo muqimlikqa ta'sir yetadi degan gumon bilan bu zo'r o't ofatining xabarini e'lon qilishga petinolmagan Xitoy doiralarining mas'uliyatni ustiga elishi asla mumkin emas deb qaralmoqda. Shimoliy Koreya birinchi qitimliq zarbimiz Tokiodan boshlandi dedi. Shimoliy Koreya rasmiy axborot agentligining xabar qilishicha, Shimoliy Koreya orollarida rasmiy urush boshlanib qolsa, Yaponiya poytaxti Tokio Shimoliy Koreya uradigan birinchi qitimliq nishon bo'ladi ekan. Shimoliy Koreya axborot agentligi 12-aprel juma kuni yana bayonot e'lon qilib, Shimoliy Koreya sinoq qilmoqchi bo'lgan atomga Yaponiya putlik ashang bo'lib qolsa, Shimoliy Koreya Yaponiyaga qarata atom bilan zarb beradi. Axborot vositalari ilgari Pyongyangning yaqin kelgusida boshqariladigan yadro bombasi sinoq qilishga tayyorlik qilayotganligiga ishorat qilgan edi. Yana bir tarafdan Yaponiya 12-aprel juma kuni Shimoliy Koreyaning Yaponiya taqim orollariga atom bilan hujum qilish tahdididan keyin o'zining har qanday ssenariyaga qarshi hozir ekanligini ta'kidladi. Yaponiya mudofaa ministri bayonotchisi mundaq chakarladi. Biz Shimoliy Koreyaning har qanday tahdidlarini tashviqot vositalari va boshqa yo'llar orqali bilib turyapmiz. Undaq tahdidlarga qarshi izohat bergudak vaqtimiz yo'q. Lekin har qanday ssenariyaga qarshi tegishli ijroatlarni elib bora olamiz. Yana bir tarafdan Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligining 16-aprel xabariga qaraganda, Shimoliy Koreya armiyasi oliy qo'mondonlik shtabi shu kuni Janubiy Koreyaga qarshi eng oxirgi ultimatumini e'lon qilib, agar Janubiy Koreya doiralari Seulda elib berilgan Shimoliy Koreyaga qarshi turish faoliyatini qanot ostiga olgan ahvolda Shimoliy Koreya oldin ogohlantirish bermay o'ch elish harakati qo'llanishi mumkin deb bayonot berdi. Taliban Turkiyaga yaxshi niyatda ekanligini uqtirib uchur yo'lladi. Taliban harakati yozim bayonot e'lon qilib, Taliban tarafidan go'ro'ga elingan turkiyalik injener Sirtash Dikili Tashning qo'yib berilishi Taliban harakatining Turkiya xalqiga nisbatan yaxshi niyatda ekanligini uqtirganligini e'lon qildi. Bayonotda Afg'oniston urushi boshlangandan beri Turkiya armiyasining NATO ittifoqi nomi ostida Afg'oniston ishg'oliga ishtirok qilganligi,
Shundaq turuqliq Taliban harakatining Taliban tarafidan görevga elingan Turkiya garajdani injener Dekili Tashni Turkiya hukumatiga salomat topshirib berganligi zikr qilingan bo'lib, Talibanning Turkiyaga bundaq muomala qilishi Taliban harakatining Turkiya xalqi va ba'zi musulmon davlatlarga nisbatan yaxshi niyatli ekanligini amaliy isbotlash ekan. Shuningga o'xshash turk injeneri Dekili Tashqa asrda turgan mezgilda yaxshi muomala qilganligini va insoniy huquqiga alohida ahamiyat berganligini ilgari surgan Taliban Afg'onistonda turishliq Turkiya elchisining mazkur asrini topshirib olish jarayonida Talibanға rahmat aytganligini uqtirdi. Bayonotda mazkur turk injenerining ba'zi xato gumonlar bilan bulab ketilganligi, keyin uning gumon qilingandek emasligi ma'lum bo'lgan hamon qo'yib berilganligi ilgari surilgan. Anqarada Muhammad alayhissalom tavalludining 1442-yilligi xotirlandi. Allah'ın sevgilisine sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberi Zişan Efendimiz'e salat ve selam gönderiyorum. Türkiye'de Muhammed Aleyhisselam tavalludining 1442-yilligi munosabati bilan 13 aprel boshlangan qutlug' tavallud haftasi faoliyatlari davom qilmoqda. Diniy ishlar boshqarmasining Payg'ambar alayhissalom va insonning sharafi temasi ostida Anqara Arena tentarbiya zalida o'tkazgan qutlug' tavallud haftasi faoliyatlarining lenti kesish murosimi yuqori darajalik rahbarlarni o'zaro uchrashtirdi. Türkiye Cumhur Reisi Abdullah Gül telegramma yollagan mazkur kechilik faoliyati asnosida so'z qilgan bosh ministr Recep Tayyip Erdo'g'an islom dinining irqchilikni rad qiladiganligini, Qur'oni Karimning nasab jihatdan ustunlik, isillik da'vo qildiganlarga, o'zlarini boshqalardan fazilatli hisoblaydiganlarga Kevser surasidagi oyatlar orqali nihoyatda yaxshi javob berganligini aytdi. Hazreti Nebi'ye cahiller oğlu olmadığı için, oğlu üzerinden ehli beyti devam etmediği için ebter, yani soyu devam etmemiş, soyu tamamlanmamış diye hakaret ettiler. İşte o zaman Allah Teala Kevser suresini inzal etti. İnna a'taynâkel kevser fesalli li rabbike venhar inne şâni'eke huvel ebter. Biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana buğz eden ebterin, yani soyu kesik olanın ta kendisidir. Evet, işte bu ayetin rehberliğinde Hazreti Peygamber'in şahsı manevisinde bugün karşı karşıya kaldığımız meseleleri tekrar düşünmek zorundayız. Kevser suresi ırkçılığın kesin reddidir. Kevser suresi asabiyetin reddidir. Her gün namazlarımızda okuduğumuz Kevser suresi soy üstünlüğü iddia edenlere, asalet taslayanlara, kendisini diğerinden üstün görenlere Rabbimizin verdiği kesin ihtardır. Mazkur faoliyatga musulmon ellarning vakillari va diniy ulamolarmi ishtirok qildi. Programmaning oxirida Turkiya Diniy ishlar idorasi boshlig'i Mehmet Görmez rahbarlarni sahnaga chaqirib gul hadya qildi. Bosh ministr Erdo'g'an kechilik faoliyatga ishtirok qilganlarga o'zi bevosita gul tarqatdi. Bostondagi portlatish voqeasi terrorlik hujumi deb bekitildi. This was a heinous and cowardly act. 15 aprel dushanba kuni Amerika Bostondagi yugurish musobaqasi maydonida yuz bergan portlatish voqeasi terrorlik hujumi deb bekitildi. Mazkur voqeada 12 odam o'lib, 50 dan ortiq odam yaralangan. Amerika FBI tekshirish idorasi terrorlik hujumi deb bekitilgan bu qitimqi voqea haqida keng ko'lamda tekshirish boshladi. Ma'lum bo'lishicha, jinoyat gumondori bekitilgan va bu jinoyat gumondorining portlashda zaxmlanib, hozir Bostondagi bir doktorxonada davolanayotganligi ilgari surilgan.
Amerika Kolumbiya radio stansiyasining xabariga asoslanganda, bu qatimqi portlatish voqeasi musobaqa boshlanib 4 soatdan keyin maydonga kelgan. Ikki qatimliq portlash musobaqaning oxirlashish nuqtasiga yaqin bo'lib, odamlar zich to'plashgan rayonda portlagan. Shuning bilan birga Bostonning yana bir tarafidagi John Kennedy kutubxonasiga o't ketgan bo'lib, mazkur portlatish voqeasi bilan munosabati bor yo'qligi haqida hozirgacha ma'lumot yo'q. Eng yangi ma'lumotlarga ko'ra, portlatishni elib borgan gumondorning Chechenistonlik ekanligi va uning qo'lga ilinganligi ilgari surilmoqda. Amerikada ximiya zavodida portlash voqeasi yuz berdi. Amerika axborot vositalarining xabar qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarning Teksas shtatida bir ximiya zavodida shu yer vaqti 17 aprel chorshanba kuni portlash voqeasi yuz berib, hozirgacha 75 dan ortiq odam o'lgan va necha yuzlagan odam yaralangan. Portlash voqeasidan keyin nurg'un binolarga o't ketgan bo'lib, portlash voqeasi yuz bergan rayonning mas'uli Tommy Muska bu portlashni xuddi atom portlagandagi ko'rinishga o'xshatgan va nurg'un kishilarning yaralanganligini va bularning ichidan nurg'unlarining 24 soatga qolmay hayotidan ayrilganligini ilgari surdi. Tayvan Xitoy ishg'oliga qarshi mudofaasini kuchaytirdi. Tayvan armiyasi 17 aprel chorshanba kuni ehtimolligi bo'lgan Xitoy ishg'oliga qarshi mudofaasini kuchaytirib, Tayvan tar ig'izida 1 soatlik orolni qo'g'dash mashqi elib borgan va mashq jarayonida qo'l bombalari va ig'ir tipdagi bombalarni ishlatgan. Mashqqa ig'ir tipdagi bomba atqichi qurollar, tanklar, urush aeroplanlari va urush kemalari qatnashgan. Bu qatimqi mashq Tayvanning havo, dengiz va quruqliq armiyasining birlikda harakat qilgan yillik manevri ekan. Tayvan armiyasi Xitoy dengiz hujumiga qaytarma hujum qilib, uzoq masofadagi nurg'un nishonlarni dengizga cho'ktirish mashq qilgan. Tayvan 5 yildan beri Xitoy ishg'oliga qarshi armiyasini mashq qildirayotgan bo'lib, bu qatimqi mashqda tunji qatim haqiqiy o'q-dori ishlatgan. Tayvan 1949-yili Xitoy ichki urushidan keyin mustaqillik e'lon qilgan bo'lib, Xitoy kommunistlari kuch ishlatib bo'lsa-mu Tayvanni kontrolligiga oldiganligiga ahd qilgan. Hozirgacha Tayvanni bo'ysundira olmagan zo'ravon Xitoy doiralari mazkur ahdisni o'rinlay olmay kelmoqda. Yaponiya bilan NATO xavfsizlik kapolati sohasidagi hamkorlikni kuchaytirdi. Yaponiya bosh vaziri Abe Yaponiyaga ziyorat kelgan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Rasmussen bilan suhbatlashdi. Ular dengiz qaroqchilari va terrorlikqa zarba berish qatorliq xavfsizlik kapolati sohasidagi hamkorlikni kuchaytirganligini bildirishdi. Abe bilan Rasmussen suhbatdan keyin Yaponiya bilan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining hamkorlikni ilgari surishga oid qo'shma siyosiy xitobnoma e'lon qildi. Bu Yaponiya bilan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining tunji qatim mushu xildagi bayonot e'lon qilishidir. Xitobnomada Yaponiya bilan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti terrorlik, tor bexatarligi, qirg'inchilikka zo'r qurollarning tarqalib ketishining oldini olish qatorliq xavfsizlik kapolati sohasidagi hamkorlikni kuchaytirdi deyilgan. AB Birlashma axborot e'lon qilish yig'inida bu siyosiy xitobnoma Yaponiya Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti munosabatining yangicha hamkorlik munosabatini mustahkamlash pallasida turayotganligidan derak berdi dedi. Amerika Shimoliy Koreya yerim oraliga ilg'or qurollarini o'rinlashtirdi. Amerika armiyasi Shimoliy Koreyaning urush tahdidiga taqobil turish uchun Shimoliy Koreya yerim oraliga o'zining ilg'or qurol yarog' va askariy qismlarini o'rinlashtirdi. Bu Amerikaning Shimoliy Koreya urushiga bevosita qo'l solmasimi, lekin ularni nazardan saqit qilmaydiganligini, shundaqla ittifoqdoshi Janubiy Koreyaga har qanday harbiy harakatga tayyorlanib bo'lganligini uqtirmoqchi bo'lganligini bildirdi ekan. Amerika Koreya yerim orollariga qarallik ko'rinmas urush aeroplani B-52 tiplik belgilik strategik bombardimonchi aeroplani, Cheyni nomliq yadro suvosti paraxoti F-22 tiplik belgilik ko'rinmas jang aeroplanlarini o'rinlashtirdi. Shundaqla Amerika dengiz bazasi X to'lqinliq radar bazasini G'arbiy Tinch okeanga yo'tkadi va Amerika dengiz armiyasining Aegis nomliq boshqariladigan bomba saplangan qo'g'lug'uchi paraxotini Koreya dengiz tavalligiga kirgizdi.
Onundan başqa Amerikaning o'rta va yiroq masofalik boshqariladigan bombani to'siyalaydigan Mekkain nomli qo'g'ilg'uchi paraxoti Koreya dengiz qirg'og'iga o'rinlashtirildi. Hürmetli televizor ko'rguvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.